Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. 100 ta aholi parkur sivilizatsiyasida bellashadi. La'nati. Padaringga la'nat. Yinursin sakrashni unutmang. Bu bellashuvda g'olib bo'lgan shaxsan Groxdan sirli sovg'a oladi. Demak, birinchi o'yinimiz unchalik ham qiyin emas. Oxirgi sakrashda ehtiyot bo'lasizlar. Evo sakrayapti. U buni uddaladi. Agar sakrashni amalga oshirsangiz, men primo efirda gaplashishga ruxsat beraman. Zingo biz uchun rep tayyorlab kelibdi. My name's Zingo. I'm really cool. I play the bongo drums and Grox likes to drool cuz Grox is Yellanati. Xo'sh, keyingi o'yinimiz poyga deb nomlanadi. Sizlar ikkita rangdan birini tanlashingiz kerak. Qizilda parkur qilish qiyin, ko'k esa juda ham sekin. O'yindan o'ta olmagan o'ladi. Xo'sh, 3, 2, 1 boshladik. Birinchilardan bo'lib Evo boryapti. Evo, men senga ishonaman. Qara olg'a. Juda ham ajoyib. Parkurda menga yetadigan yo'q. Menimcha ko'kni tanlaganlar g'olib bo'lsa kerak. Qani ko'raylikchi nima bo'larkan. Yellanati. U oddiy sakrashni amalga oshirib bilmadi. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Yellanati o'zini qurbon qildi. Ko'k tomondagi o'yinchilar oxirgi ishtirokchi bilan gaplashib olmoqchi. Sen shunchaki 3 ta blokning ustidan sakrashing kerak. Qani olg'a. Nima deyishga hayronman. Evo, bular uchun nima maslahat bera olasan? Avvalambor o'zimizga ishonch bo'lish kerak. Biz g'olib bo'lamiz albatta. Yellanati kiyilgan plafki. Nima, sen ham sakrab o'z joningga qasd qilmoqchimisan? Yo'q, menimcha o'ylab ko'rdi. Menimcha o'yinni davom etadi. Men o'zim bir harakat qilib ko'raychi. Menga qara, axir bu oson ekan-ku. Men seni oxirgi urinishingni ko'rishim kerak. Yellanati shuncha qilganimda ko'tingga tiqding. Sen hozir o'z cherigingni otib tashlading. Bu seni oxirgi imkoniyating. Qo'yili, qani faxriy yorliqdan maqtov yorliqlari olib chiqing. Shunday qilib ko'k rangli guruh g'olib chiqdi. Qizillarga keladigan bo'lsak, ularning barchasi o'ladi. Sen ham o'lasan, sen ham qolib ketmaysan albatta. Endi esa parkur qiladiganlarni tanlaymiz. Qolganlar esa u buni amalga oshirib biladimi, yo'qmi baho beradilar. Mana bu maymunzoda buni amalga oshirib biladimi yoki yo'qmi? Agar u buni uddala olmasa, men sizlarni otaman. Qani bo'lmasam boshla. Xo'p bo'ladi. Yellanati, men sizlarni barchangizni otib tashlayman. Rahim shafqat bo'lmaydi. Men buni amalga oshiraman. Menimcha mendan yaxshisi yo'q deb o'ylayman. Qani bilmasam olg'a. Yellanati, axir bu Evo. Endi sening navbating. Ko'ramiz bu la'nat bloklar ustidan sakrab o'ta olarmikinsan? Qani olg'a, biz senga ishonamiz. Yo'q, buni amalga oshira olmadi. Demak, 4-shartga ham yetib keldik. Siz raqamlardan birini tanlab, nimadir sodir bo'lishini kutishingiz kerak. Jinursin, biz 5-raqamni tanladik. Ish qilib yaxshilikka bersin-da. Shoshma, tushunmadim. Sen parkurda o'zingni noqulay his qilyapsanmi? Agar ko'tvatcha bo'lsang 5-raqamga borishing mumkin. Sizlarga katta rahmat meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Katta rahmat. Xo'sh do'stlar, sizlar o'z raqamingizni tanlab oldingiz. Demak, 5-raqamdagilarga eng yengil topshiriq. Qani olg'a do'stlar, yiqilishni, to'xtashni xayolingizga ham keltirmang. Olg'a. Ular buni uddalashdi. Mana endi navbat 4-raqamga. Qani 4-raqam olg'a. 4-raqam ham unchalik ham qiyin emas. Barakalla, mana hammalar uddalashdi. Qani sariqvoylar olg'a. Sizlarniki ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Yellanati. Mana bu bola anchagina epchil ekan. Yellanati. Sizlarga qarab turib meni qo'llarim terlab ketdi. Bu yerda muhimi tezlik emas, ritmga tushish kerak. Sen yiqilmaysan degan umiddaman. Bu buni uddaladi. Mana endi navbat 2-raqamli jamoaga. Menimcha osonlikcha uddalayapti. Yo'q. Yellanati, shoshilmanglar. Shoshilmanglar dedim. Birortasi gapimga quloq solmayapti. Sizlarga yaxshi taklif bor. Kim qo'shiq kuylaydi? Evaziga men sizlarni qo'yib boraman. Yo'q. Axir men kuylashni bilmayman. Yo'q, u hozirgina o'z joniga qasd qildi. U dunyodagi eng yaxshi tryukni amalga oshirdi. U bu yerda nimadir yashiringanini bilib qolganga o'xshadi. Sizlarda boradigan boshqa yo'l yo'q. Qani sakranglar. Yellanati. Shu yerda rasvo qildi. Men buni uddalayman. Yo'q, Evo. Biz Evoni yo'qotdik. Bu ular uchun juda ham qiyin ekan. Ikkinchi imkoniyat berilmaydi. Xo'sh, demak keyingi sinovlarga o'tamiz. Grox yoki Sivit kim yaxshiroq deb o'ylaysiz? Barakalla Sivit. Yellanati, sen nega bu tomonga o'tmading? 5-sinov anchagina qiyinroq bo'ladi. Mana bu platformaga 2 kishi kelsa, birontalaringizni tanlab o'ldiraman. Xo'sh, mana birinchi ishtirokchimiz yetib keldi. Qani olg'a. Jinursin. Bo'laginam Goltin buni uddaladi. Xo'sh, qay biringizdan birinchi boshlay? Meni ozgina qo'lim qaltirayapti. Bu boshqa o'yinlarga o'xshamaydi. Ender. Bo'lmasam hoziroq birinchisini otib tashlayman. Mayli, bo'la qol.
Meni ham otib tashlaysanmi? Ha, albatta jonim bilan. Olomon ichidan meni topib ot. Bo'lmasam kinolardagidek bo'ladi. Men sezib turibman, hozir kimdir otib tashlayman. Demak, 6-sinov bu yo'qolib qoladigan platformalar. Mayli. Hoy, biz hali boshlamadik. Mana bu platformada ko'proq o'yinchilar bor ekan. 3, 2, 1. Yil la'nati, u platformadan sakradi. Bu sizlarning jamoangizdan biri edi. 7-sinov shunchaki aylanada sakrashingiz kerak. Qani bila qolinglar, bu platformada 2 kishi qolmaguncha sakrayverasizlar. Bo'ldi, hammasi jonimga tegdi. Men kimnidir o'ldirdim. Jin ursin, uni kim otib tashladi? U o'zi tushib ketdi. Xo'sh, demak sizlardan 3 kishi qoldi. Yil la'nati, uni kimdir itarib yubordi. Jin ursin, Sivit o'ldi. Mayli, bu final. Men qurolimni mana bu yerga tashlayman. Kim qurolga birinchi bo'lib kelsa, o'sha g'olib bo'ladi. Sizlar shunchaki 2 blok ustidan sakrashingiz kerak. La'nati, u pistoletni qo'lga kiritdi. Sen yana 2 blokning ustidan sakrab, uni borib o'ldirib kelishing kerak. U buni uddaladi. Sen mutlaqo g'olib bo'lding. Men seni tabriklayman, oshna. Senga katta rahmat, Grok, shunday chiroyli futbolka uchun. Yil la'nati, sizlar bunga qarang.